Yana bir bor assalomu alaykum. Qalbi daryo, mehri giyoh, qadrli onaxonlar, hayotimizni toji bo'lmuş otalar. Ana shunday mo'jazgina bir davrada siz bilan dildan suhbat qilishni men niyat qildim. Demak, bugun biz teatr san'ati, kino san'ati haqida suhbat quramiz. Sizni qiziqtirgan savollarga javob berishga harakat qilaman. Albatta hammamiz mana shu dargohga kelganimizning sababi sog'lig'imizni tiklash uchun kelganmiz. Sizlar qatori men ham inson borki, albatta tirik jon, gohida shamollaymiz, kasal bo'lib qolamiz, lekin vaqtida oldini olgan juda ham yaxshi ekan. Mana hozir men 10-kun ertaga Xudo xolasa bo'ladi. Men o'zimni juda ham yaxshi his qilyapman, chunki 1 yildan beri ana shu umurtqa pog'onasi kasalligi, oyoq, qo'l, bel hammasi bitta bo'lib yig'ilib keldim. Axir men bu yerda juda ham ko'p izladim, lekin domlani, rahmatli domlani televizorda juda ham ko'p ko'rganman. Nega boshqa doktorlarga murojaat qilgan ekanman bilmadim, lekin men bu yerdan shifo topdim. Xudo xolasa men har doim shu klinikaga kelib turaman, Xudo xolasa. San'at haqida gapirsam, kasbiy taqozosi bilan oilada, bizning oilamizda, tug'ilib o'sgan oilamizda san'atkor bo'lmagan. Otam rahmatli harbiy prokuror bo'lganlar. Onam rahmatli ular o'sha o'qituvchi bo'lganlar. Oilamizda 4 ta qiz bo'lganmiz. Endi ota-onam haqida gapiradigan bo'lsam, ularning hayotlari ko'proq o'sha 2-jahon urushi paytlariga to'g'ri kelgan. Adamlar front ortida ishlaganlar, kasbiy taqozosi bilan. Adamlarning birinchi oilalari yosh vafot etib ketgan. Bir o'g'il, bir qizlari qolib ketgan. U bir o'g'il, bir qizlari qolib ketgan, keyin shunda onamga uylanishlari ham o'sha urushdan keyin bo'lgan u ham. Onam rahmatlini turmush o'rtoqlari urushga ketib bedarak ketgan. 19 yoshda beva qolgan onam rahmatli. Shunaqa qilib onamda bitta o'g'il bo'lgan, Anvar akam. Ularning ham ismlari Anvar bo'lgan. Biz ularni ko'rmaganmiz, bilmaymiz. U bola ham, Anvar akam ham 9 yoshida meningit kasali bilan o'lib qolganlar, vafot etib qolganlar. Keyin adamni 2 ta farzandlari, ularning ham o'g'illarining ismi Anvar bo'lgan, Anvar akamlar. Azizaxon opam bo'lganlar, ular ham o'tib ketishdi, Xudo rahmat qilsin. Ular yashashdi, ancha yashashdi. Biz juda ham ahil bo'lganmiz. Ota-onamizning farzandlari hamma bizda ham ahil bo'lganmiz. 4 ta qiz tug'ilgan onamdan, adamdan. Onamizdan 4 ta qiz bo'lganmiz. Mana hozir endi biz 3 ta qoldik. Opam rahmatli bo'lib ketdilar. Bizning oilada shunda tarbiya topganmanki, oilada juda ham kitobxon odamlar bo'lishgan. Har bitta uyimizni, hozirgi uyimizni jiyanlarimiz turishadi. Har bitta topchasida chinnilar taxliydigan tovchalar bo'lardi. Har bitta xonada. Hammasi to'la kitob. Chinnilar unaqa ko'p bo'lmagan. Uni ham keyin pastga olib qo'yganmiz, kitob to'la bo'lgan. Kitob o'qitishardi bizga. Juda ham ko'p kitob o'qirdik. Shu gazeta, jurnallar kelardi. Hammamiz o'zimizning gazeta, jurnallarimiz bor edi. Lekin shuni men oilada tarbiya topganda ota-onamizdan juda ko'p yaxshi fazilatlarni o'rganganmiz. Qiz bola bo'lsak ham o'sha odamlar urushmasdilar, lekin hech qachon ularning bitta shunday qarashlarini o'zlaridan norozoliklari bilinardi. Shuning gap qaytarish yo'q, o'tbetga borib kechalari maktablarda večerlar bo'lardi. Hech qayerga yuborishmagan bizani. Chunki ras ota-ona yubormadimi, biz so'rab yo xarxasha qilib bir narsa aytganni qilmagan paytimiz bo'lmagan. Faqat kitob o'qish. Hammamiz oliy ma'lumotli bo'lganmiz. Katta opam til adabiyot o'qituvchisi bo'lganlar, keyin deputat bo'ldilar, maktab direktori bo'ldilar.
man endi san'at yo'lini tanladim. San'at yo'lini tanlaganimda ota-onam qarshi bo'lishgan. Chunki san'at yo'liga kirgan o'sha paytda qizlar hayotini topolmaydi, baxtini topolmaydi. Bu yomon yo'lga kirib ketadi degan fikr bo'lardi. Yo'q deyishgan. Maktabga vaqtli borganim bilan, lekin maktabni bitirganimdan keyin 2 yil shu maktabda yoshlarga yetakchilik vazifasida ishladim. Pioner-vожатый deyiladi, kattalarimiz bilishadi. 2 yil ishladim. Pedinstitutga bu yoqqa topshirib ko'rdim, lekin u paytda bilimga qarash juda kam bo'lgan, lekin o'sha paytda ayniqsa pul muammolari bo'lardi. U paytda puli bo'lsa kirardi u paytda. Hozirgi anaqa o'quvchilar hozir test topshiradi, bilimiga qarab hech kimni tanimaydi, bahosini haqqoniy oladi. Bizga paytda unaqa bo'lmagan. Lekin o'sha 2 yil ishladim, axir maktabda ishlab yurgan kezlarim oyimlar aytdilarki, kirmaysan dedilar, sen o'qituvchi bo'lasan dedilar. Ha, mayli, pedinstitutga harakat qildim, kira olmadim. Medga harakat qildim, kira olmadim. Yaxshi ham kira olmagan ekanman. Keyin ular o'yladilarki, oyimlar endi opam rahmatli aytdilarki, kirsin o'zini xohishiga. Ashula aytishni yaxshi ko'rardim. Men unaqa ovozim bo'lmasa ham ashulani eshitishni yaxshi ko'rardim. Gohida uyimizda eski plastinkalar bo'lardi, qo'yardim-da, o'shani baland qilib eshitardim. 4 ta qiz bo'lsa oilada, bilasizmi? Oilada 4 ta qiz, hamma uy joy to'rga bo'linar ekan-da. Biz shunaqa edik. Hovlini bittasi supursa, idishni bittasi yuvadi, ovqat mana shunaqa bo'lay. Men agar oshxonada bo'ladigan bo'lsam, butun qo'ni-qo'shni eshitardi meni. Chunki qorong'ilikdan qo'rqardim-da, haligi baland ovozda ashula aytardim, qo'shnilar maza qilardi deylik. Qo'shnilar maza qilardi. Aytamanki, bugun Shohida oshxonada ekan-da. Shohida, keyin ko'chaga chiqib qolsam, sen har kuni oshxonaga chiqqin deb, biz ham qo'rqmasdan idish tovonni yuvib olamiz. Chunki uylarda uy ichida emasda, oshxonalar hovliga chiqib, hovli burchagida bo'ladi-ku. To'g'risi, men oddiy oilada o'sganman. Bizning oilamizda hamma el xalq qatorida edik. O'sha onam ham, adam ham boriga hamma ko'ngan. Birortamiz, "Yo'q, men qo'yningni olib bering, yo'q, uni olib bering, buni olib bering" deb har qancha qilmaganmiz. Onam rahmatlini quloqlarida bitta tilla sirg'alari bor edi. U ham nima deydi, juda ham chiroyli rang edi, rozoviy rang edi, pushti rang edi. Aleksandriyskiy ko'zma kichkinagina zireklari bor edi. Boshqa birorta tilla taqinchog'i bo'lmagan onamni. Chunki o'sha paytlar, qiyin paytlarda nima qilganmiz-ku, lekin yaxshi yedirib, kiyimlarimiz opa-singillar bir-birimiznikini kiyib katta bo'lganmiz. Hammasi kim voqli tursa, yaxshi kiyim o'shaniki bo'lardi. Qolganini keyin unisini shunaqa edi. Hozirgi bolalarimizni ko'ring, birortasi birov yo ukasinikini yo opasinikini kiymaydi. Men uniki eski kiymayman deydi. Lekin bizga paytda ko'nib, hamma narsaga ko'nikish bor edi. O'sha oiladagi muhit, sharoit shuni taqozo qilardi. Endi hozirgi odamlar bilan solishtiradigan bo'lsak, yosh ulug' onalarimiz bilishadi, hammalarning bunaqa voqealar boshlaridan o'tgan, sabr, qanoat. Aytaman, onam sabrdan ko'ylak kiyganlar, sabrdan qozonga ovqat solganlar, sabrdan uy ro'zg'orga qaraganlar. Hamma narsa sabr, qanoatda ekan, yillar o'tar ekan, lekin inson xotirasida ana shular bir umr muhrlanib qolar ekan. Juda ham san'atga qiziqqanman, maktabda juda faol bo'lganman. Shu maktab har bir tadbirda qatnashardim. Har bitta tadbir men uchun bir katta bir voqea bo'lardi. 7-sinfda o'qib yurgan kezlarim spektakl qo'ymoqchi bo'lganman. Qiziq voqealarni aytib beraman sizlarga hozir. Keyin sinfdoshlar biz bilan yig'ildikda, hammamiz lekin kelinglar Zumrad qimmat ertagini qo'yamiz deb kichkina sinflarga qo'yib beramiz dedik. Endi o'zim ssenariysini ham yozib, rollarni taqsim qilib chiqdim. Shundoq qilib keyin tayyorladik. Endi sahnani bezatish kerak, sandiq kerak-ku Zumrad qimmatda. Ertadan boylik chiqadi-yu, ajdar chiqish kerak-ku. Hammasini lekin kelishdik. Hech kim olib kelaman demaydi-da. Mayli dedim, lekin adamma oyimni ishga ketishlarini poylab turib, keyin biza
ketganidan keyin sinfdoshlar bilan bir talay bo'lib borishdi, kelishdi. Sandig'ini ochib bo'shataman desam, endi qulf, attiqon qulf. U sandiqda nima turadi? Naftalinga solinga qishki kiyimlar turadi. O'shalar turadi. Shunaqa bo'shatila olmadik. Keyin arqon topib keldik-da, sandig'i yon tomoniga bog'lab, arqonni 3 ta 4 ta ko'chat hamma itar maktabga olib borishdi endi. Shunaqa qilib olib borishdim, spektaklini o'ynadik, mazza qilib. Endi odam yaxshi ko'rgan narsasiga harakat qilib bir narsa qilsa, o'ynasa sahnaga chiqish bir boshqacha-da sahna. Keyin o'ynab bo'ldik, so'lib qolgan gullarni oldik. Shundoq qilib orada hamma ketib qoldi, uyga ketib qoldi. Men bitta o'zim qolib ketdim, sandiq sahnada qolib ketdi. Endi uygadan so'ramasdan olganman. Uydagilardan so'ramasdan olganman, nima qilaman? Bir payt uyga borsam, hamma qo'ni-qo'shni biznikida. Hamma o'g'ri tushibdi. O'g'ri tushibdi, sandiq yo'q. Qanaqa olib chiqib ketdi kalitni? Eshikni ham kalit bilan ochibdi dedi. Deyishdi, lekin qayerda yuribsan sen? Lekin uyga o'g'ri tushibdi, kech bo'ldi maktabdan, endi kelasanmi deb urishdilar oyimlar. Keyin qanaqasi o'g'ri tushadi? Sandiq yo'q dedilar. Lekin sandiq, nimangiz bordi? Kiyimlardan boshqa endi hech narsa yo'q edi-yu, endi baribir kiyim kechaydi o'sha paytda, qiyin payt edi. Sandig'imiz bor. Ha, qani dedilar. Maktabimiz sahnasida dedim. Shundoq qilib, lekin nima qiluvding dedilar. Indamay turmay yer chizib, lekin spektakl qo'yuvdim dedim. Lekin ha bolaman. Ha bir kun oldin etmaysanmi? Shu sandiq o'lgurni qulupini ochib bo'shatib berardim, yengilgina olib ketardilar. Qanaqa olib ketdilaring deyiladi. Ona bechoradek. Bilasizmi? Mana shu qiziqish katta sahnalarda keyinchalik bir chiqib xalqqa tanilishimni men o'ylamaganman u paytlar. Lekin san'atni yaxshi ko'rganman. Lekin xayolda shu yomon narsa bo'lmagandek. Endi odamlar hech qachon biror narsaga yo'q demaganlar bizaga-da. Har doim shu murosa qilib urushganlarni bilmayman, hech qachon baqirib urushmagan, er-xotin ham urushmagan unaqa. Adam ham, oyim ham jimiydilar. Oyim rahmatli bir kuni emas, har kuni kitob o'qiydilar-da. G'azal kitobchilik yoddan ko'p bilardilar. Uni ashula qilib etardilar-da, ashula qilib yig'lab o'tirardilar. Men ish qilib yodim. Oyi dedim kirib yonlariga. Nimaga yig'lasangiz o'qiysiz bu kitobni-ya deb shundoq qattiq gapirdim-da onamga. Onam shundoq ko'z o'ynaklarini yechdilar-da, yechimdoq qaradilar. "Ha, bolaman, men shu kitobni o'qisam taskin topaman" dedilar. Taskin topaman dedilar. Keyin men uni uncha yaxshi tushunmadim. Yillar o'tgandan keyin, onam vafot etganlaridan keyin shu kitob javonlariga o'zlarining kitoblariga tegdirmasdilar, o'qiydigan kitoblariga ochganimda o'sha birinchi turmush o'rtoqlaridan xat, farzandlarini rasmlari hammasi turganligini ko'rdim. Demak, onam shu g'azallarni o'qisalar, demak, taskin topar ekanlar. Agar men shuni bilganimda bu gaplarni aytmagan bo'larmidim deb o'ylab, gohida nima qilib qolaman. Demak, o'shandan dam olgan ekanlar onam deyman. Katta davralarda she'r aytdim jonim. Bahorning yo'liga chiqdim quvonib. Yashadim shu elning mehriga qonib. Sizga vaqt topmadim, onajon. Vaqt topdim do'stlarning xizmati uchun, mashhur kishilarning suhbati uchun, ayollarning arzimas g'ibati uchun. Sizga vaqt topmadim, onajon. Bolamga ko'ylaklar tikdim rang-barang. O'zimga qarashga vaqt topdim arang. Demadim, onamni bir borib ko'ray. Sizga vaqt topmadim, onajon. Dar haqiqat, onalar tiriklikda, otalar tiriklikda, ularga vaqt topish kerak ekan. Hozirgi yoshlarimiz bilmadim, qaysi yo'nalishda ketishyapti-ku, hozir kattalarga e'tibor,
ota onaga e'tibor judayam kamayib ketgan. Kuni kecha bitta filmda suratga tushdim. Ketganlar, ko'rganlar bo'lsa bordir. O'sha otasi ko'rdik. Ko'rdinglarmi? O'sha ota-ona qishloqda, bola shaharda uylangan, hatto otasini kutib olishga shu bittagina osh damlab qilishga kutib olishga kelin yaramaydi. Uzoq yo'l bosib kelgan, keyin er-xotin urushmasin, orasiga nima qilmaylik, sovchilik tushirmay deb ota-ona ko'chaga chiqib ketdi. Chiqib ketib non yeb o'tirgan joylari bor. Haqiqatda shunaqa-da hayotda. Hayotda afsuski, yillab, oylab ota-onadan xabar olmaydigan farzandlar bor. Lekin ming afsus. Bilasizlarmi, turfa taqdirlar, turfa hayotlar hammani ko'pincha bitta qo'limga ssenariy olsam, o'ynaydigan rolimni olsam, o'qib chiqaman albatta. Boshdan oxirigacha men kimman? Kimni qiyofasini gavdalantiraman? Qaysi onani qiyofasini o'qiyman. Lekin ana shu o'qish bilan uni hayotini tarziga, yuragiga ham kirish kerak-ku deb o'ylayman. Haqiqatda ko'pincha o'sha o'ynaganda yig'latasan deb qo'yishadi. Yig'latasan, lekin salbiy ham bor, lekin salbiy rolim masalan o'tgan kunlari yangi variantda chiqqan, versiyasi chiqqan. Melis Abzalov olganlar, unda men Xushro'y bibini o'ynaganman. Men o'zi Oftoboyim o'ynashim kerak edi, Oftoboyimni. Buxoroga ketganman, yonimda qizchamni olganman. Issiq bir voy 40 gradusdan u yog'ida. Keyin borsam, nima Melis Abzalovning fikrlari o'zgarib qopti. Demak, Oftoboyimni Gulchehra Jamilova o'ynasdilar. Endi mayli o'sha go'yo davom etadi bu kitob degandek o'ylashibdi. Lekin menga rol yo'q. Keyin qaytib ketishim kerak deb. Qarang, meni baxtimga keyin o'sha kuni bitta Xushro'y bibini o'ynaydigan aktrisa syomka jarayoniga kelmabdi. 2-3 kundan keyin bo'sh bo'laman, keyin kelaman. Endi har kuni mehmonxona pul, hamma narsa pul, issiq kun. Lekin menga aytdilarki, Melis aka, ko'rgin dedilar. O'qib boqqan anaqa ko'rgin, sinab ko'ramiz dedilar. Endi kitobni hammamiz yoddan bilamiz o'tgan kunlari. Keyin shunda o'qidimda, anaqa Abdulla Qodiriy shunday yozganlarki, kitobdagi aktyor o'ynaydigan aktyor hech narsa qilish kerak emas, faqat tushunish kerak uni. Kechasi bilan o'qidim, yodladim, keyin ertalab syomka jarayoniga bordim. Hozir proba oladi. U hali o'tamanmi, yo'qmi? Shunda bitta proba oldilar-da, lekin motor dedilar, ana boshlaymiz dedilar. Unda shu Xushro'y bibi Zaynabga zahar berishni o'rgatadi. Ha, keldingmi deydi. Paranjisini ochib yig'lab, Zaynab kelganda ko'zingni yoshini oqizib deb. Shunaqa bir chiroyli epizodi bor, bir ko'rsanglar. Anaqa keyinchalik menga juda katta anaqalar bo'ldi-da. E'tiroz emas, rahmatli bizni ko'rdik Xushro'yni, Abdulla Qodiriyning Xushro'y bibisini. Demak, aktyor astoydil harakat qilsa bo'lar ekan. Astoydil yaxshimi, yomonmi rollarni ijro etishda, salbiy rollarni. Salbiy rollarim ham teatrda bor, lekin bilasizmi, ba'zi bir rollar borki, menga yoqmaydigan rollar bor. Andishalik kelin spektaklini menimcha juda ko'pchilik ko'rgan. U spektaklda Saida Rametova qoyilmaqom o'ynagan, Saidani roli, to'g'risi. Endi dublyor degan kerak-da. Dublyor gohida shu o'ynayotgan aktrisa kasal bo'lib qoladimi, nima bo'lib qoladimi, ish chiqadimi, boshqa almashib o'ynashga albatta har bitta rolga 2 dan 3 tadan odami bo'ladi. Keyin menga yopishib olishdi, meni rolim emas deganga qo'ymay, endi mehnat qilsa bo'lar ekan deb o'ynasam, o'ynayman-ku, o'ynashlikka ichimdan birov gapirayotgandek bo'ladi-da. U haqiqiy Qunduzxon emas-da. Lekin sodda rol juda ham yarashadi. O'zingizga mos rol, o'sha o'ynaydigan rollaringiz juda yaxshi ko'raman. O'sha oxirida endi o'zimni oqlashim kerak-ku, yomon qaynanani o'ynab, ha deb kelinni jerk berib nima qilaveraman. Lekin maza qildinglarmi desam, tomoshabin ha, menga yarashmabdimi desam, ha deyishadi. Keyin o'z to'g'risi men ham shu 2 soat yomon qaynanani obraziga kirsam, biram ichimdan qiynalaman. Qanaqa odamlar shunaqa shu yukni ichiga olib yashar ekan deyman. Shunaqalar bor-da. Bor, qanaqa yashar ekan deyman. Lekin qiyin-a, 2 soat.
men bu unaqaga chidolmayman, ertalabdan kechgacha shunaqa ayol bo'lib yurishga deyman. Lekin sizlar bugun boringlar, kelininglarni qo'lidan fartugini olinglar deb, kelin, qo'lingizdagi fartugni menga bering deb taqib olinglar. Kelinlar shunda turadi, hushidan ketadi. O'sha hazil bilan o'ynaymiz. Spektakllarim juda ham ko'p. Shu institutga kirdim deb uyga kelganimda onam aytganlar. "Ah, bolaman, olishdimi-ya" dedilar. Xafalar, juda ham xafalar. Olishdimi-ya dedilar. Olishdim. 4 yil o'qigan bo'lsam, faqat a'loga o'qidim. Qizil diplom oldim. Qizil diplom bilan bitirdim. Diplom spektaklimizga oyimlar keldilar, oldi qatorda o'tiribdilar. Endi kerilib o'tiribdilar. Ko'rgandan keyin endi domlalarimiz rus bo'lishgan, zo'r domlalarda o'qiganman. Lekin rahmat deb aytishdi, shundoq qiz uchun deyishdi. Lekin onam xursandlar. Endi institutni bitirganimizdan keyin nimaga hamma viloyatlarga jo'natishadi. Qaysi teatrga viloyatdanmi, shaharda qoladimi? Mani Hamza teatrga menga yo'llanma berishdi. Lekin bu yo'llanmadan bittagina yo'llanma u ham menga kelgan. Keyin shunda qo'l qo'ydim, boraman Hamzaga deb. Shunda rektor xonasidan shunda tashqariga chiqsam, rahmatli O'zbekiston xalq artisti Baxtiyor Ixtiyorov turgan ekanlar. Yonlarida Saida, kursdosh o'rtoqlarim turishuvdi. Qizim dedilar, "Sen qayerga ketyapsan?" dedilar. "Hamza teatriga" desam, lekin bundoq qaradilar, "Yaxshilab o'yladingmi?" dedilar. "Ha, o'yladim" dedim. Bilasizmi? Keyin "Sen qiynalib qolasan" dedi. U yoqda juda ham aktyorlari kuchli aktyorlar, seni mahorating yetishiga ancha bor dedilar. O'ylab ko'rgin. Men teatrimga yur, qahramon gerayinalarimni o'ynaysan dedilar. Mana o'rtoqlaring Saida, G'aybullalar ketishyapti dedi. 3-4 ta o'rtog'im ketyapti. O'ylab qoldim. Keyinda bir to'lasiga shu ishlab kela qolay qani. Keyin anaqa o'tirarman dedim. Direktor oldilariga kirdim. Qayta kirsam, "Ha, To'laganova edi familiyam. To'laganova" dedilar. "Men yoshlar teatriga boraman" dedim. Shunaqa. "Yo'q" dedilar. "Yaxshilab o'yladingmi" dedilar. Chunki o'rtoqlarim o'sha yerda, "Men xudo xolasa, albatta Hamza teatrida keyin ishlayman" dedim. Keyin noiloj, mayli boshqatdan ariza yozib, qo'l qo'yib chiqib ketdim. Bilasizmi? Bu Alloh taoloning menga bir marhamatiki, men u yerga borganda turmush o'rtog'imni topdim. Turmush o'rtog'imni topdim. Chunki ular mendan 2 yil oldin bitirib kelganlar, armiyaga borib kelib ishlashyotgan bo'lgan. Ularning kurslariga men juda ham bizning havasimiz kelardi. Shunaqa chiroyli bolalar ko'p edi, bo'ylari baland, kelishgan bolalar. Matyoqub Matchonov, Hoshim Arslonov, Husan Musaboyev, Karim Mirhodiyev, hammasi hozir butun el taniydigan gigant aktyorlar-da. O'shalar birga o'sha yerda ishlashar ekan. Shunaqa birinchi teatrga kirib bordim. Juda chiroyli, sap-sariq ko'ylagim bor edi, plicherovni. Unaqa kaltamas edi, albatta sal tizzadan past edi. Shu sap-sariq ko'ylak, sochlarim turmaklangan. Shunda ishdan kirsam, uzun skameykada hammalari yigitlar o'tirishgan ekan. "Assalomu alaykum" desam, "Alaykum assalom" degan. Direktor kabinetlari qayoqda? Desam, lekin mana kirgizib yuborishdi, keyin aytib berishyapti. Hammalari lol bo'lib qolishgan ekan. Hammasi uylangan ekan Mahmud Ismoilovdan boshqa. Hammalari uylangan ekan. Keyin Mahmud zo'r qiz keldi. Italiyalik aktrisalarga o'xshaydi. Uylan shunga. Men uylanib qo'yganman endi deydi. Shunaqa hazil bo'lganda, men 2 yil ishladim. O'sha davrda bir-birimizdan yaxshi tanishdik, muloqotda bo'ldik. Bir-birimiz bilan shunaqa qilib orada 2 yil o'tgandan keyin turmush qurdik biz. Oddiy oila, ularning ham oilasi oddiy oila, ular san'atkorlar oilasi, ularning dadalari ham Navoiy teatrida, opera va balet teatrida, ular bas ovoz egasi bo'lgan, juda ham chuqur, anaqa erkaklarning eng yo'g'on ovozi bo'lgan. Maysarani ishi kattalarimiz bilishadi. Shunaqalarda juda katta spektakllarda o'ynalgan. Lekin anaqa qaynsinglari muzikant, hammasi shunaqa oila, ijodiy oila. Qaynonam rahmatli, juda ham yaxshi ayol bo'lganlar, lekin rus ayol bo'lganlar. Rus ayol bo'lgan bo'lsalar ham
lekin o'zbekchani juda ham yaxshi gapirganlar. O'rganib ketganlar. U Moskvadan qaynatam rahmatli olib kelganlar-da ularni. Otalari, onalari kirgizishmagan ekan uyga. O'ris xotin olib kelding deb. Keyin endi olib kelding deb shunaqa degandan keyin qaynanam chevar bo'lganlar. Mukarrama Turg'unboyevalarning kiyimlarini tikkan, juda katta chevar bo'lganlar. Oradan 1 yil, 2 yil o'tgandan keyin qaynonam o'zbek tilini o'rgangan. Keyin chiroyli qilmam onalarimizga o'xshab ro'mollarni orqalariga bog'lab, mashta yoqalari stoyka yoqa, men bitam bo'yinman bu yoq ko'rinmagan, mana bunaqa yoqa kiyardi. Ko'ylaklar yengi uzun, hamda mana shunday uzunlikda ko'ylak borganlar qaynotalarini, qaynonalarini olib. Shunaqa yaxshi ko'rib qolishganki, hali o'rus kelinni o'zbek tilida shunaqa assalomu alaykum engashib salom berishlar. O'zbeklarning qaysi anaqalari bo'lsa, hammasini o'rganganlar. Ular o'zbekcha nikoh o'qitishgan. Musulmon bo'lganlar qaynonam Salomatxon deb ism qo'yishgan. Bo'lmasam Zina edi ismlari. Zinaida Petrovna. Lekin o'sha o'rus ayol o'sha o'zbekchilikni bo'yniga olib, islomga kirib, shuncha 8 ta bolalari bo'lgan. 8 tadan keyinchalik 5 ta qolgan vafot etgan. Bolaligida nima qilib, bolalarga juda ham yaxshi tarbiya berishgan, eng kerakligi. Uyda hech kim rus tilida gapirmagan. Hech kim rus tilida gapirmagan. Bolalar shu o'ris xotin tuqqan bolalar rus tilini bilmagan, bilasizlarmi? Rus tilini bilmagan. Keyin domga ko'chib borishgandan keyin ular sekin-sekin o'ris qo'shnilardan rus tilini o'rgangan. Hech qachon rus tilida gapirmagan. Shunaqa tarbiyali oila edi. Qaynatam rahmatlini ham juda ham maqtashadi. Ular dindan xabardor inson bo'lganlar, dindan xabardor, Qur'on tushirgan qorilar avlodidan bo'lishgandi ular. Ularning ishlarida o'sha paytlar Soyuz paytida diniy odamlarga juda ham qattiq qarshiliklar bo'lgan shahar. Lekin ishxonada ham hammadan keyin O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist berishgan, pensiyaga chiqishdan oldin olgan o'sha odam. Bo'lmasam ular bilan shu Moskvada o'qib kelgan Halima Nosirovalar bor, Karim Zokirovlar, Jo'raxon Sultonovlar, hammalari xalq artisti bo'lishgan. Ularga dindor bo'lgani uchun berishmagan. Ular Qur'on tilovat qilganlarida mikrofonsiz shunaqa chiroyli ovoz bo'lganki, ular qo'shnilar qayoqqa borishsa olib ketish ekan. Juda ko'p joylarda shu Omonliq Xonqor akalar, katta qorilarni yonida yurardilar. Lekin teatrni, san'atni yaxshi ko'rgan odam bo'lgan deyman. Rahmatlidan mana shu farzandlar qoldi. Hozir turmush o'rtog'im bitta o'g'il qoldi. Qaynog'am rahmatli juda ham yosh o'tdilar. Kelin bo'lib tushgan bitta farzandim bor edi. Yurak parov anaqa obshirniy infarkt bo'lib vafot etib qolganlar. O'sinimda 3 ta qiz qolgan ulardan. Bitta o'g'il, hozir 2 ta qaynisinim bor. Qaynagacha men o'tdilar, lekin men bu oilada kelin bo'lib tushganimdan men juda ham xursand bo'lganman. Chunki birorta bir kelin deb yomon nazar bilan qarashmagan. Juda ham yaxshi oila, hali yaxshimiz deb bilmadim. Siz juda yaxshi ayolsiz-da. Dedi, oilada yaxshiliklari deb yozilgan mavzularga. Endi teatrga qaytadigan bo'lsak, o'z 3 ta farzandim bor, oilani tugatmaylik. 3 ta farzandim bor, 3 ta qizim bor. 3 ta qizlarim orqasidan topgan o'g'il kuyovlarim bor. O'g'il kuyovlarim. Juda ham hammalari oliy ma'lumotli, qudalarim ham oliy ma'lumotli, hammalari ishlashadi. Hammalari zamonaviy ilmdan, diniy ilmdan saboqlari bor. Har tomonlama yetuk. Navaralarim ham 8 ta nabiramiz bor. Nabiralarim endi sekin-sekin institutga kirishyapti. Bitta nabiram hozir Avstriyada, Venada doktorlikka o'qiyapti. U yoqqa ketib o'qishga, chet elga ketgan. Juda ham yaxshi. Biz o'qishga bolalarni yo'naltirganmiz. Hammasi kitob o'qiydi. Hozir ketma-ket bitta nabiram bu yil kiradi. Yana bitta 2 ta nabiram kelasi yil yana institutga kirishadi. Til biladi, rus tili, shu nimani, ingliz tili, nemis tili biladi. Katta ketgan nabiram 5 ta tilni mukammal biladi. 5 ta tilni. Yo'da bitta Akfametda 2 yil o'qidi, keyin ko'ngli qoniqmadi o'qishdan, chet ellik o'qituvchilar o'qityapti. Keyin u yoqqa nemis tilini 1 yil o'rganib, anaqa akadem oldi. Akadem olib,
bir yil nemis tilini o'rganib imtihon topshirib Venaga ketdi. Hozir Venada o'qiyapti. Kuyovlarim ham yaxshi, qudalarim yaxshi. Bilmadim, o'sha farzand yaxshida hamma ham yaxshi bo'ladi. Men bilmadim, farzand oilada olgan tarbiyasi orqali rahmat keltirar ekan, rahmat keltirar. Oilada qush uyasida ko'rganini qiladi deydi-yu. Demak, kitobmi? Kitob bilan ilm, birinchi navbatda o'qish, tarbiya endi oilada hammamiz bilamiz, onalarimiz shu ko'cha supurishdan tortib hammasigacha o'rgatishgan. Namozdan oldin onam rahmat aytardilar. Chollar namozga o'tadi masjidga. Ko'chani supurib qo'yinglar, 4 ta qizi bor. Qaramaydi deb nima qilmasin, namozdan oldin ertalab ko'chaga chelayda suv sepib, supurib tozalab qo'yadi. Axlat chelayni ham ustilari yopiq turgan. Hozir domlanda turdik, axir biz uchastka endigina uchastka qildik, yoshim o'tganda o'sha yuqori etajga chiqa olmaydigan bo'ldik. Shunaqa qilib nima yangi kelinlar bor. Har eng yosh katta biza eshigini tagiga axlat to'kib qo'yadi kelinlar. Bir ikki marta anaqa qilib qo'yinglar, oqib yotibdi. Yo liftlar mana shunaqa chidab bo'lmaydigan darajada. Tarbiya demak oiladan boshlanadi, oilaviy muhitdan boshlanadi. Teatrga keladigan bo'lsa, teatr bu meni ikkinchi uyim. Teatrda bizani o'zimizni otalarimiz bor, onalarimiz bor. Rusxonim Ibrohimova xalq artisti meni ustozim bo'ladilar. Haqiqiy meni o'zlarining yo'nalishlari bo'yicha maktabga olib kirgan ustozim bo'ladilar. Ilohi umrlari uzoq bo'lsin. Yosh kattalarimiz ozgina qolishdi. Juda ham oz sanoqli qolishdi. Hozir Yoqub akam borlar. Endi Yoqub akamlar ham bir keladilar. Hozircha qarib qolganlar ular ham. Ruxsat ham borlar. Ko'pincha keladilar. Spektakl o'ynamasalar ham uchrashuvlarga boradilar. Xudoga shukr. Shunda ustozlarning qo'lida tarbiya topganmiz. Teatrda birlari otamiz, birlari akamiz, birlari ukamiz. Xuddi oiladek bo'lib ketishgan. Gohida boya qizlar aytishyapti. Voy, bundoq quchoqlashib o'ynaysizlar, bundoq degan narsalar ham ko'p gapirishadi-ku. Lekin bu bizni kasbiy anaqamiz deymiz-ku, lekin uni ham har tomonlama mukammal o'ylab nima qilamiz sahnaga chiqqanda. Sahna bu hayot maktabi. Har xil turfa odamlarning qiyofasiga kirar ekanmiz, lekin ana shu qiyofalar hayotda bo'lib o'tgan-ku. Tarixiy rollarda juda ham ko'p o'ynaganman. Otelloda Desdemona, Mirzo Ulug'bekda Feruza, Abdulla Qodiriyning o'tgan kunlarida Kumush, keyin bir qator qahramon rollar, Usmon Nosir onasini juda ham yaxshi spektakl, yig'lab chiqib ketishadi anaqadan, zaldan ko'rgan tomoshabinlar. Yaxshi spektakllarimiz juda ham ko'p. Bir tomondan o'sha 2000-yilda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvonini oldim. Keyin bir qator ko'krak nishonlarim bor. Keyin mehnat shuhrati ordeniga sazovor bo'ldim. Yaqindagina mana shu may oyida bizni oilamizga o'sha respublikada ko'zga ko'ringan nimadan ibratli, namunali oila degan ko'krak nishoni oldik biz. Eshigimizga bunda tablichka berar ekan, bu uyda shunaqa oila yashaymiz deb. Juda ham mos ikkovingiz. Bu ham bu baxt deb bilasizmi? Odam taqdir peshonaga yozilgani bo'lar ekan. Qiyinchiliklar juda ko'p bo'ldi, lekin o'sha qiyinchiliklardan ko'z yumib mardonavor o'tdik. Turmush o'rtog'im juda ko'p uzoq betob bo'ldilar. Ular juda ham yaxshimi o'zi? Hozir yaxshilar, Xudoga shukr. O'shanda doktorlar aytganda aytishdiki, 3 oy 4 oy yashaydi deb aytishdida. Lekin men aytdimki, doktor Xudomi dedim. Doktor Xudo emas-ku. Doktorlar ham shu ko'p doktorlar operatsiyaga kirishdan oldin shu tilovat qiladigan doktorlarimiz ham bo'lgan. Nima uchun hozir bu yerda hozir gurkirab turibdi bu joy? Bu joyga iloh Alloh nazari tushgan joy deyman. Shuning uchun deyman, Xudoga shukr, kuyovlarim bor ekan, biz meni yonimda tirgay bo'lib turishdi. Qaynatani yerda bitta matras to'shab yotib qarashdi. Men bir kun oldilarida yotib qolib qaragan odam emasman. Ona dedi. Shunaqa bolalar tarbiya ko'rgan bolalar, Xudoga shukr. Yaxshilar, dublyajda hozir har kuni 4 ta 5 ta filmni o'zbek tiliga o'giradilar. O'giradilar. Endi syomka jarayonlari issiq mumkin emas, sovuqda mumkin emas, ularga sovuq ham o'tib ayimiz biza. Teatrda spektaklda o'ynaydilar, dublyajga boradilar. Hozircha kinolarni bundoq ushlab turib biz
lekin juda ko'p chaqirishadi, ovozlari, yaxshi ovozlari bor, dublyaj ovozlari bor. Xudoga shukr. Keling, men sizlarga bir chiroyliroq teatrda hayotida, aktyorlar hayotida juda ham qiziqarli voqealar juda ham ko'p bo'ladi. Shulardan bittasini gapirib beraman. Zahiriddin Muhammad Boburning hayotini hammamiz yaxshi bilamiz. Bizada Yulduzli tunlar spektakli bo'lardi. Men u spektaklda Xonzoda begimni o'ynaganman. Xonzoda begim bilasiz, qo'lida har doim xanjar tutgan, otdan tushmagan mard qiz bo'lgan. Shu Xonzoda begimni o'ynayman. Spektakl boshlanishidan oldin sahna anjomlari bo'ladi. Kerakli qilich, qalqonlarni hammalarini olishadi. Joyiga qo'yadi. Keyin sahnaga o'sha qorong'ilik bo'ladi. Sahnaning ikkita tomoni qop-qorong'i bo'ladi. Faqatgina sahnada chiroq bo'ladi. Keyin men xanjarni o'sha rekvizit degan joy bor, sex bor, o'sha yerda turadi. Yog'ondakasi olmalar-yu, yog'ondakasi nonlar, hamma narsalar sahnaga nima chiqsa, choyni bormi, peli o'sha yerda. Keyin men xanjarni oldim-da, shunda olib sahnaga stol bor, qorong'ilikda turgan, o'sha yerga qo'yib qo'ydim. Keyin meni sahnam kelishiga poyladim, bu yoqda o'sha yerda turdim. Tolib Karimov rahmatli O'zbekiston xalq artisti Ahmad Tanbalni o'ynaydilar-da. Ular bilan bitta sahnamiz bor. Ana Ahmad Tanbal bostirib kelgan joyi bor. Samarqandga bostirib kelgan joyi bor. Shunda, Xonzoda begim, mardlardek qo'lingizda xanjar tutibsiz degan gaplari bor ular. Xo'p, musiqa boshlanishga ozgina qoldi, keldim-da, shunda xanjar qarayman, xanjar joyda yo'q. Qaradim stoldagi u yoqqa chopib rekvizit seximizga borsam, katta qulf osig'liq, u o'tdagi bola ham anaqa cho'pon kiyib, anaqa ishlab turibdi-da, pikasi bor, unda qilich, saroy bor nimasi. U menga chiqib olib bera olmaydi, nima deyman? Shu muzdek ter chiqib ketdi, shuni joyimga bordim. Muzika bo'ldi, qo'limda xanjarsiz sekin sahnaga chiqdim-da, jim turma, hozir deb gapirarlar deb kutib turman. Shunda qaragan shu topda bir necha soniyada, men sekund deyman. Qarasam ro'paramda Tohirbek rolini o'ynaydigan rahmatli Baxtiyor aka turibdilar. Lekin qarasam bellarida qilich turib, shunda sug'urib oldim. Bechora jim turgan odam, tasavvur qiling. Belidagi qilichini sug'urib oldim-da, shunda ko'tarsam Tolib akamniki. Endi deb ichimdan o'tib turibdi kan. Xonzoda begim, mardlardek qo'lingizda qilich tutibsiz dedilar. Xudoga shukr. Keyin rolimni o'ynab bo'lib, lekin gapim bor. Nomardlar ko'payib ketgani uchun Ahmadbek dedim. Shu gap avtorda bor. Haqiqatda nomard odam bekitib qo'yadi uni. Chiqib o'ynab olib chiqdim-da, haligi joyda sahnadan Baxtiyor akam, "Shohida, nima qildingiz?" dedilar. Baxtiyor aka, uzr so'ramoqchi edim sizdan. Kimdir xanjarimni bekitib qo'yibdi desam, lekin, "Voy, Xudo bir asradi sizni. Nimaga unaqa deyapsiz?" "Yaxshi ham" dedilar. "Bu qinidan chiqadigan qilich ekan" dedilar. Ba'zi bir qilichlar bor-da, yog'ondakasi faqatgina remen bo'ladi-da, qinidan chiqmaydi yog'ondakasi. Bu shunda o'zi qinidan chiqadigan qilich ekan dedilar. "Yo'q, anaqa yo'q edi. Agar chiqmaganda nima qilardingiz?" dedilar. Lekin aytdimki, shunaqa, "Baxtiyor aka, belingizdan kamaringiz bilan yechib olardim" dedim. Bu ham bir baxt omad deyman. Rahmatli nimalar G'ani dodam. Yo'q, Baxtiyor aka boshqa. Baxtiyor aka keyin muqimiy ketib qoldilar ular. Biz ozgina ishladim-mi, ularni chaqirib bosh rejissyorga olib ketdilar. Baxtiyor aka Qosimov. G'ani dodamgizlar, G'ani doda debdik-da, katta anaqalarni. G'ani doda, Turg'un doda, Jo'ra Tojiyevlar bo'lar, doda derdik biz ularni-da hammasi. Ular ham shunaqa yumorlari bor edi-da, ular bir-birlariga yumor qilishardi. O'sha paytda talonga go'sht berilardi teatrda-da. Bir kun nima dedilar? Go'sht oldi, hamma olgan, endi kechqurun spektakldan uyga olib ketadi. Shunaqa Turg'unxon To'rayev ko'tarib olib ketdi. 2 kilo go'sht muncha og'ir bo'lmasa deb ketganlar. Uyga olib borib, xotinlar, "Men go'sht olib keldim" deb. Olib borsalar, go'shtni o'rnida katta siyoh donli nima bor.
siyohi bilan hamma narsasi bilan solingan go'sht yo'q. Xotinlar neki hapsanimi deganlar-da, Turg'unxon To'rayev boylar xizmatchi spektaklimiz bo'lardi. Yerda ular anaqalar boyga anaqalar o'ylanadigan bo'lganda boy anaqa qilishadi. To'n kiygizadigan sahnasi bor-ku. Erinmasdan boy o'tadirdik-da, Turg'unxon To'rayev. Cho'ponni yengini ichidan qo'l kirmaydigan tikib chiqibdilar. Yo'q, nimalar tikib kiygizamiz deydi. Sahnada bundoq kiyaman deydilar, kiyolmaydilar. Anaqa G'ani A'zamov yana kiyaman deydilar. Anaqa boy bu ustimdagi to'n anaqa yelkamga yopib qo'ya qoling deb aytdilar-da. Endi tomoshabin to'la zalda. Lekin yelkaga yopib, haligini chiqib, haligi joyi o'ynab bo'lishdi. Shunaqa o'ynab bo'lishdi. Shunda chiqib hapsanimi. Mana shunaqa narsalar, prikolni narsalar qilishardi. Kim bittalar so'kib, cho'ponlarni kiyganlar. Shunaqa teatrda shunaqa bir dargohki mazza qiladigan dargoh. Endi ko'p juda ham she'rlar yodlayman. Ayniqsa menga Marhaboxon Karimovaning she'rlari yoqadi. She'rlari ayniqsa ayollarimizni taqdiri, hayoti haqida juda cho'la hazilomuz she'rlari bor. Shulardan o'qib bering sizlarga. Hammamizda erim yurib ketibdi, o'qib bering. Ha, yurib ketdini o'qib bering. Xotira meni erim yurib ketdi. Yurib ketganmilar? Endi yozganda men erim yurib ketdim. Ha, bor, o'qiganmiz. O'qiganman. Esini chiqsa aytib qo'yasiz. Endi men yodlab olmaganman-da. Ha. Hozir ayniqsa biz mana shu sanatoriyalarga, sihatgohlarga kelsak, dam olib mana shunaqa gohida xotin chol kampirlar birga borishadi-yu, bolalari bitta putyovka olib jo'natib yuborishadi ota-onasini-da. Shunaqa bitta hazlomish she'rlari bor. Erim bilan dam oldim. Uy ro'zg'or tashvishlari xoritib qo'ydi bari. Borib sihatgoh sari erim bilan dam oldim. Men kasal, u sog' edi. Shundan vaqt chog' edi. Yeyishi go'sht, yog' edi. Erim bilan dam oldim. Bir xonada ikki jon. U mehmonu, men mezbon. Osh damla, yoz dasturxon. Erim bilan dam oldim. Televizorni qo'yib ber, tarozimni ham so'yib ber. Kosa qilib qo'yib ber. Erim bilan dam oldim. Hay, boshlandi futbol. Voydot! Raqib urdi gol. Hey, turmaysanmi, yugur bo'l. Erim bilan dam oldim. Alla ayt, uyqum keldi. Yalla ayt, turgim keldi. Voy, turgim keldi. Erim bilan dam oldim. Rashk qiladi moldan ham, atalaxo'r choldan ham. Toldim oxir holdan ham. Erim bilan dam oldim. Davolanish qayoqda? Yurib borib oyoqda qaytdim. Hassa tayoqda. Erim bilan dam oldim. Qo'shnim so'radi. Hay, Sanobarxon, voy men o'lay. Nima bo'ldi aylanay? Ha, erim bilan dam oldim. Ana shunaqa dam olishlar ham bo'lar ekan. Shuning uchun men xo'jayinimni bu yoqqa olib kelmadim. Olib kelmadim. Keyin ayollar hozirgi kunlarda biznesmen bo'lib ketishganda, biznesmen. Ayol kishi pul topdimi, unga endi erkak kishi voy, erkakni mensimay qo'yadi, ayol pul topsa. Erkakni 1 so'm puli ham dunyoga yetadi. Ayolni 1000 so'm puli ham hamma yoqqa sochilib ketadi. Kerak emas narsalarga. To'g'risi-da, vaqtida shu erkaklar oylik olganda erkakni, siz ham olgan ekansiz daskini ichidan. Erkaklar nima qiladi? Olib keladi. Ayol kishi erkak oylik olgan kun
ayniqsa osh damlab qo'yadilar. Chislo aniq. 7-da olsa 7-da voy bugun dadang moyni oladilar deb. Oshlar tayyor, dasturxonlar tayyor, ko'rpachalar solingan, achituvlar qilingan, rayhonlar solingan. Adasi eshikdan ko'rinishlar. Assalomu alaykum adajon, siz yaxshi keldingizmi? Voy keling. Darrov kiyimlaringizni almashtirib chiqing. Ha, osh tayyor. Osh damlab qo'yingman kelishingizga. Shunda o'tirib ko'rpachaga yon boshlaganda, voy, bugun oshlarni yeb bo'ldilar. Endi yon boshlaganda dadasi, bugun qanaqa bayram? Ha, bugun oylik oldim. Ha, shumi? Shunaqa. Haligi qizingizni beshigiga olmoqchi edim-da. Shu beshikka pul kerak. Lekin anu o'g'lingiz uylanaman deyapti. U qudalar bilan borib gaplashish kerak. Sarpa suruv yengi kelinga shunaqa qilib erni hamma pulini shilib olamiz. To'g'risi. Hamma pulini. To'g'risi-da. Paypoqqa bekitgani ham qolmaydi kirganda ham. Boqib esdan chiqib qoladi-yu. Aldab-suldab olamiz. Lekin ayol kishining makrini to'g'ri etishadi. 40 ta tuyaga yuk bo'lar ekan. Bitta opaxon shunday makr qilgan ekanlar. Yaxshi odam, zo'r odam. Bolalarimning dadasi. Ammo meni kuydirar shu odamning zardasi. Arzimagan narsaga fe'li kelib qoladi. Qo'liga nima kirsa, o'sha bilan soladi. Avlodi ajdodimni birma-bir o'qib chiqar. Bolalarni ham hatto erinmay so'kib chiqar. Men aybdor. Men yomon. Ha, o'zi oppoq guldasta. Ha, shuncha yillik xotinini loyga bulg'ar bir pasda qo'yar. Zumda dunyoni g'alba bilan to'ldirib. Alamimda shu topda qo'y kim kelar o'ldirib. Ammo g'iring demasdan pasayishini kutaman. Olsam yomon bo'lar. Indamasam yetaman. Bir kun yana urishdik. Yoqmay pishirgan oshim. Lagan bilan bir soldi. Yorilay dedi boshim. 20 yil yashadim. Chidab kaltaklariga jondan o'tdi. Bu safar qo'l siltadim bariga. Qaror qildim. Ketaman. Huvillasin xonasi. Erim dedi. Ketmagin. Pul beraman onasi. Pul darajat eshitib, qizim tushdi yodimga. Ko'ylak olib bering deb tegayotuvdi jonimga. Shu top birdan jim bo'ldim. Na urishdim, talashdim. Qizginamga ko'ylak deb erim bilan yarashdim. Qizim ko'ylagin ko'rib, voy po'ng'illadi o'g'lim sag'al. Sizgina menga kerak deb qo'yabsizlar. Voy bechora. Dedim. Sabr qil bolam, hali boyib qolamiz. Yana bir kaltak yesam, senga tufli olamiz. Dar edim yana bir ko'tarishin qo'lini. Axir endi topgandim pul ishlashni yo'lini. Urushdan hech darak yo'q. Sinmadi qo'l belim ham. Puli ketib insofga kelib qopti erim ham. Turtmaydi. So'kmaydi. Nima jinlar uribdi? O'g'lim hali ham eski tuflisida yuribdi. Ana ayol kishining makri. Ko'rdingizmi? Bu qilamiz mayli. Oilam tinch bo'lsin deymizda. Kim o'ylaydi turmush qurayotgan yosh kelin-kuyovlar ajrashaman deb turmush qurmaydi-yu. Baxtli bo'lay deb aytadi-yu. Shuning uchun ham biz juda ko'p ajrashish ko'p. Shuning uchun gohidachi hammamiz qaynanalar artist bo'lish kerak o'zi. To'g'risi-da, aldab-suldab o'sha tipratganni ham bunaqasiga silab, o'sha qo'linglarga kirib, sen yaxshi, sendan u yaxshi deyishadi, bobo yaxshi deyishadi-yu kattalarimiz. Aldash kerak, ozgina rol o'ynash kerak bo'ladi. Bolamni turmushi buzilmasin degan inson shunaqa bo'lish kerak. Yoshlarga ozgina xatosini sal tushuntirib berish kerak. Bir kun bitta voqea bo'ldiki, Andijonda safarda edim.
kechqurun spektakl o'ynab bo'ldikda, Andijonda shunda bog'da o'tiribmiz, marojniy oldik, shunaqa kruglый stol. Lekin yonimizda ham xuddi mana shunaqa stolda bir kelinchak bilan qiz keldida, kelin yig'lab o'tiribdi. Lekin biz marojniy yeb, o'tirib qarab turdikda, lekin haligi qiz qaynisinisi ekan hali kelinni. Lekin nega yig'layaptilar bilatsam, lekin urushib chiqib kelibdilar. Uyda chiqib keldilar, shuning uchun nima dedilar. Ozgina gaplashib o'tirdikda, hali kelin bilan bu yoqdan gaplashib, hayotda hamma narsani yomonlikka yo'yaversa yomon bo'lib ketaveradi, lekin inson ozgina bo'lsam orqaga tashlash kerak, yuk qilib olish kerak. Siz uyga borib jilmaying, mendan o'tgan bo'lsa, oyijon qaynonasidan urushgan bo'lsa, kechirim so'rasa, bu ayol hech qachon yo'q demaydi-yu. Alloh kechirganda bandasi kim bo'pti? Banda hech kim emas. Banda kechirimli bo'lish kerak. Shuning uchun ham o'sha hayit ayyomlarda mana Qurbon hayiti ayyomimiz kelyapti. Urushgan odamlar baribir borib o'sha odamdan yarashish kerak, kechirim so'rab qo'yish kerak. U oxiratda so'ralgan kechirimimizni qabul bo'lmaydi. Alloh kechiradi-yu. Shuning uchun yoshlarga ham tarbiya berganda ularning oilasini saqlab qolish maqsadida rol o'ynashimiz kerak-di. Hayot, Shekspir bitta gapi bor. Hayot bu katta bir sahna. U sahnada har bir hayotdagi odamlar u yoki bu rolini ijro etadi. Demak, sizlar ham aktyorsizlar hayot sahnasida. Shunday ekan, yoshlarimizni tarbiyasiga ozgina bo'lsa ham jahli chiqmasdan o'zingizni bosib olib, chuqur mulohaza qilib nima qilish kerak? Chunki o'rtada bolalar bor. Bolalar tirik yetimlik bu juda ham yomon narsa. Tirik yetimlik. Bola hech qachon istrob chekmasin. Shuning uchun gohida o'zingizni g'ururingizni ichingizdagi nega men kechirar ekanman degan sindirish kerak bo'ladi. Eng kuchli odam ana shu g'ururni sindira biladigan odam deyman. U odam Allohga yaqin bo'ladi. Yaqin odami bo'ladi. Shunday ekan, biz o'ynayotgan har bitta rollar, syomkalar, har bitta qilayotgan ishlarimiz, demak, o'sha hayot maktablaridan sizlarni oranglardan olingan u yoki bu hayotiy voqealarga asoslangan bo'ladi deb ayta olaman. Savolinglar bormi? Men o'qigan etdim-ku, gap zavodida ishlaymiz biz. Bizdan to'xtatish qiyin bo'ladi.